Afsonalarda aytilishicha, insoniyatga cheksiz kuch-qudrat beruvchi bir tosh bor edi. Shunday qudratli ediki, kim uni egallasa, butun dunyoni boshqarardi. Bu toshni asrlar davomida 5 nafar qo'riqchi himoya qilib kelgan. Ularning vazifasi bitta edi: yovuzlikning oldini olish. Ammo kunlarning birida qo'riqchilardan biri Qora Kondor tosh qudratini o'zi uchun egallashni istadi. Bu xiyonat ayovsiz jangga sabab bo'ldi. Olov qiz, qizil nur va muz yurak shu jangda halok bo'ldi. So'nggi kuchini jamlagan qariya Yagado Qora Kondorni mag'lub etdi va uni inson oyog'i yetmaydigan yer ostiga sehrli zanjirlar bilan bog'lab tashladi. Toshni yo'q qilish uchun qolgan qo'riqchilar birlashishi kerak edi. Shu sabab tosh olislardagi tog'lar orasiga yashirildi. Ammo Yagado bilar edi. Bir kun kelib tosh yana uyg'onadi va Qora Kondor yana unga egalik qilishga urinadi. Shuning uchun u yangi qo'riqchilar tug'ilishini kutish kerak edi.